28-fevralni eronliklar Isroil va AQShning qaqshatqich zarbalari bilan qarshi oldi. Besh kundan buyon davom etayotgan urush dunyoning ko'plab davlatlariga o'z salbiy ta'sirini ko'rsatishda davom etmoqda. Urush bu qonli yo'qotish demakdir. Dunyo urushiga aylanayotgan mazkur jangning eng og'ir qurbonlari eronlik 171 begunoh o'quvchi qizlar bo'ldi. Isroil AQSh Eron urushi 171 nafardan ortiq eronlik o'quvchi qizlarni shahid qildi. Ular o'sha kuni darsga kelishgan edi. Orzulari bor edi. Ular kelajakka umid bilan yashayotgan edi. Bu oddiy raqamlar emas. Bu 171 orzu, 171 oila fojiasi, 171 ta uzilgan hayot degani. Ayni vaqtda ushbu dahshatli voqea tafsilotlari, so'nggi raqamlar haqida batafsil so'z yuritamiz. 28-fevral mojaroning birinchi kunida Eron rasmiylari AQSh va Isroil Eron janubidagi Minab shahridagi qizlar boshlang'ich maktabiga zarba berganini ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlar soni 50-70 kishi ekani aytilgan edi, ammo raqamlar keskin oshishda davom etdi. Qurbon bo'lganlar asosan o'quvchilar, shuningdek ota-onalar ham. Tasnim agentligi ma'lumotlariga ko'ra, kamida 14 nafar o'qituvchi ham halok bo'lgan. 100 ga yaqin kishi jarohatlandi. Tahlillarga ko'ra, portlash oqibatida 2 qavatli maktab binosining kamida yarmi vayron bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan video va fotosuratlarda maktab darsliklari va sumkalar sochilib yotgani va ming azobda qon hamda kul bilan qoplangan vayronalar ostidan farzandini qidirayotgan ota-onalarni ko'rish mumkin. Vayronalar tagidan olib chiqilgan qurbonlarning jasadlari qora qoplarga solib qo'yilgan. UNESCO Eron maktabiga uyushtirilgan ushbu hujumni qat'iy qoralab, bu xalqaro gumanitar huquqning qo'pol ravishda buzilishi ekanligini ta'kidladi. Nobel mukofoti sohibasi, qizlarning ta'lim olishi targ'ibotchisi Malala Yusufzay esa voqeani o'ta shafqatsiz deb atadi. Ko'plab davlatlar qatorida Turkiya rasmiylari ham qizlar maktabiga uyushtirilgan hujumni qat'iy qoraladi. Agar 150 ta jo'ja o'lsa, bu fojia hisoblanadi va inson qayg'uni his qiladi. Ammo AQShning havo hujumi oqibatida 150 nafar eronlik qiz halok bo'ldi va hech kim e'tiroz bildirmayapti, dedi Turkiya muxolifat yetakchisi Özgür Özel. Kendi ülkesindeki senatonun bile kararı olmadan gidip de orada katliam yapması ve dünya kadar sivilin, ya 150 tane civciv ölse yastır ya yastır. 150 civciv ölse üzülür bakarsın, 150 kız çocuk ölmüş Amerika'nın bombardımanında, kimsenin dönüp baktığı, bunu düşündüğü, bunu sorguladığı yok. Mojaroning birinchi kunidagi dahshatli fojia Shajarai Tayabbi qizlar maktabiga berilgan zarba to'g'risida Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi rasmiylari hozirga qadar 171 nafar maktab o'quvchisi bevaqt halok bo'lganini tasdiqladi. Ammo ushbu raqamlar yana ortishi mumkinligi aytilmoqda. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ismoil Baqoiy Tehronga uyushtirilgan hujumlardan zarar ko'rgan maktabda matbuot anjumanini tashkil etdi. Bu iflos rejim rahbarimizni va uning oilasining o'limiga sababchi bo'lgan bir paytda Minobda hech qanday gunohi bo'lmagan 171 nafar farzandimiz ham o'lib ketdi. Nima uchun bu rejim kichkina begunoh qizlarga hujum qiladi? Qizlar maktabidagi hujumni urushning yon ta'siri deb oqlash eng uyatli bahonadir. Biz mustahkam turishimiz kerak. Eron insoniyat tarafida turadi, dedi nutqi davomida kotib Baqoiy. Urushning jajji qurbonlari 3-mart kuni ommaviy dafn qilindi. Minglab odamlar Eron Minob ko'chalariga chiqib, qizlar boshlang'ich maktabiga zarba berilganda halok bo'lgan o'quvchilar bilan xayrlashdi. Amerika Isroilning qilgan bombardimoni natijasida halok bo'lgan begunoh qizlarning qabrlari yonma-yon qazildi.